Shoir Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprel tavallud topganlar. Va albatta bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Islom Abdug'anich Karimov birinchi marhum prezident ularga ta'ziya bildirgan ekanlar, ularning xonadonlariga, ya'ni Muhammad Yusuf xonadonlariga. Enajon aya Sotiboldiyevaga. Muhtarama Enajon aya, boshingizga tushgan og'ir musibat aziz farzandingiz, xalqimizning ardoqli shoiri Muhammad Yusufning bevaqt o'limi munosabati bilan sizga, oila a'zolaringizga, barcha yaqinlaringizga chuqur hamdardlik bildiraman. O'g'lingiz Muhammadjon noyob iste'dod egasi. Odamlarga mehribon, sofdil, mard, kamtarin inson edi. Shu bois bu mudhish xabar mening ham qalbimni larzaga soldi. Uning yorqin xotirasi barchamizning qalbimizda doim saqlanadi. Sizga yaratganimizdan sabr, toqat va bardosh tilayman degan holatda Islom Karimov marhum prezident shunaqa hamdardlik bildirgan ekanlar. Bu alohida tahsinga loyiq. Shunaqa kitoblar, umuman olganda kitoblarni Simpoziumlar saroyidagi Alisher Navoiy kutubxonasidan topsanglar bo'ladi. Har xil kitoblar bor. O'tga keladiganlar, biladiganlar bor, biladi, o'qishadi. Shuning uchun ham pastroq ovozda gapirdim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.